Yaqin kunlarda ham poliklinikalarga kelgan qo'lida yosh bolasi bor onalar uchun farzandini ovqatlantirish yoki tagligini almashtirishni imkoniyati yo'q edi. Ular shifokor qabuliga kirguncha o'zi ham, farzandi ham juda qiynalishardi. Poliklinikaga kelgan yosh onalar bolani ko'rikdan o'tkazish majburiyati bo'lganligidan shu sharoitga ko'nishardi. Endilikda ular uchun hamma sharoitlar mavjud. Ona va bola xonasi. U yerda bola tagligini almashtirish, begonalarning e'tiboridan xoli farzandini ovqatlantirishi mumkin. Xonadagi o'yinchoqlar esa bolani vaqtini maroqli o'tkazishga xizmat qiladi. Bu yerda g'amxo'rlik oddiy, ammo juda muhim narsalardan boshlangani aniq ko'rinib turibdi.